Rossiyada yuz bergan Alloh mo'jizasi barchani yig'latdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ibratli videoroligimiz YouTube'da keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like tugmachasini bosib qo'yganlardan Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu ibratli videoroligimizni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki siz uchun foydali bo'lishligiga ishonchim komil. Bir yigit Rossiyaga harbiy xizmatga boribdi. O'sha paytlar Rossiyaga ham borishar edi. Yigit namozxon edi. Harbiy xizmatda ham namozlarini amallab o'qib yurar ekan. Xizmatdoshlari uning ustidan kulishar, lekin yigit ularga parvo ham qilmas ekan. Bir kun ularning barchasini boshlig'i yig'ibdi. O'sha namozxon yigitga qarab shunday debdi: "Mana bu mashinani kalitini olib, ana bu mashinani mana bu yerga olib kelasan" debdi. Haligi namozxon yigit: "Men mashina haydashni bilmayman. Boshqa mashina haydashni biladiganlar olib borib qo'ya qolsin" debdi. Boshliq esa: "Xudoyingdan so'ra. U hamma narsaga qodir, deyar eding-ku" debdi. Yonidagi barcha kulishib masxara qilishibdi. Yigitga esa Allohning ustidan kulishlari yoqmabdi. Allohga tavakkal qilib mashinaga o'tiribdi. Duolar qilib, Allohdan panoh so'rab, bir amallab mashinani aytilgan joyga olib borib qo'yibdi. Mashinadan tushib qarasa, barchasi yig'lashayotgan ekan. Shunda yigit hayron bo'libdi. Shunda boshliq: "Sening Xudoyingga ishondik. Sen haq yo'lda yurgan ekansan. U bor ekan" debdi. Shunda namozxon yigit hayron bo'lib ularga qarabdi. Shunda boshliq mashinaning oldiga borib uni ochibdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, mashinaning motori yo'q edi. Alloh barcha narsaga qodir zot. Faqatgina barchamiz o'zidan ko'mak so'raylik. Bandasi esa sababchi bo'ladi xolos. Ha do'stlar, bu dunyoda mo'jizalar ko'p. Albatta ularni kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Barchangiz Allohga omonatsiz.